Bismillah, assalomu alaykum qadrli baland qadrdon ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari. Navbatdagi obyektimiz Namangan viloyati Kosonsoy tumanida, Kosonsoy shahrining o'zida. Qilayotgan ishlarimiz sizlarga manzur bo'lsa, albatta kanalimizni qo'llab-quvvatlab, obuna bo'lib, like bosib qolishingizni so'rab qolamiz. Sizlarni qanaqadir qiziqtirgan savol, murojaat yoki shunga o'xshash bitta zina xizmat zakazlaringiz bo'lsa, opisiyaga telefon beramiz. Inshaalloh qisqacha zinapayamizda razmerlarni tushuntirishga harakat qilamiz. Zinapayamiz eng tor joyda esa 1.20 bo'lgan. Bundan yo'llari bir qirq, ozgina avalni qilingan yo'llarni balandligini esa 16 sm olganmiz. Oyoq qo'yadiganini esa 30 sm bo'lgan. Buni ko'tarilganining sababi hovlining nuli ko'tariladi. Shuni hisobiga podushkamiz balandroqda bo'lgan. U yog'ida ham xuddi shunaqa. Plashatkamiz oldida dumaloq bo'lib chiqqan. Plashatkamiz. Bu yondagi zinapayamiz esa avalniy bo'lib chiqqan. Sababi bu yerdan podval zinasi bor. Bu yerda esa ko'rib turganingizdek vintovoy aylana zinapayamiz. Ko'rinishi. Bu yerda sabab nimaga truba qo'yib ketilgani sababi bu yerda rim kolonna bo'ladi. Pastdan tepaga mansardagacha, tepagacha rim kolonna bo'ladi bu yerda. Tepa tomondan ko'rinishi. Bu esa uy ichidan podvalga tushish zinapoyasi, hozir beton qilish jarayoni. Podvaldan ko'rinish zinapoyamizning ko'rinishi, zinapoyamiz zerkalniy ko'rinishda. Birinchi stupenkamiz avalniy qilganmiz. Stupenkamiz buni balandligi 18 dan tushgan. Sababi bu yerda ozgina proyektni noto'g'ri tashlab qo'yilganiga. E'tiboringiz uchun hammaga kattakon rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yaxshiliklarda ko'rishaylik. Istamiz doimgidek Abduqahhor.